Men tug'ilib o'sgan qishloq Ishtixon tumani, Katta Qayni qishlog'i. Ishtixon tumani Katta Qayni qishlog'i juda ham tarixiy qishloqlardan hisoblanadi. Ushbu qishloqning aholisi asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Xalqimiz esa juda ham samimiy, inoq va juda ham ahil xalqlardan. Katta Qayni qishlog'idagi barcha insonlar eng asosiysi o'zini qishlog'iga fidoyi bo'lgan insonlar hisoblanadi. Ana endi boshlasak ham bo'ladi. Men 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qigan maktabim Katta Qayni qishlog'i 62-maktab. Hozir meni o'qitgan, qo'limga ilk bor qalam tutqazgan, yozishni o'qishni o'rgatgan ustozim Qodirov Sobir Shukurovichning xonasiga, menga ilk bor yozishni o'qishni o'rgatgan ustozim Qodirov Sobir Shukurovich bo'ladilar. Katta Qayni qishlog'i 26-bog'cha. Xuddi mana shu bog'chada tarbiya olganmiz, o'zimni onamning qo'llarida, ya'ni Qodirova Nargiza. Meni onam 26-bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Uzoq yillardan beri, 20 yil yoki undan ortiqdir. Qodirova Nargiza. Mana shu insonning qo'lida ilk bor tarbiya olganman mana shu yerda. Xuddi mana shu yerlar qo'y, mol boqqanmiz, yoshligimiz ajoyib o'tgan mana shu joylarda. Allohga omonat qildim ulim. Omatingni bersin, rivojingni bersin, kasbkorlaringga baraka bersin. Amin. Hamma yoshlar qo'shqani bilan qo'sha qarisin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Dehqonlarimiz 6 milliongacha daromad ko'ryapti. Parrandachilik rivojlanyapti mahallamizda. Hozir bir tadbirkor yigitimiz subsidiya asosida tadbirkorlik bilan shug'ullanib, mebelni shunchalik rivojlantirdida 6 ta nogiron bolani ish bilan ta'minlab, butun mahalla emas, tumanni mebel bilan ta'minlashga harakat qilyapti. O'zlaringiz guvoh bo'lganday, mana hozir qishlog'imizning markazida maishiy xizmat shoxobchalari, masjid binosi qurildi, nuroniy faollari tashkil qilindi. Kambag'al oilalarni, ularni tadbirkorlikka jalb qilish uchun keng ko'lamli ishlar olib borilyapti.
qishlog'imiz markazga yaqin joyda 62 umumta'lim maktabimiz bor, 26 maktabgacha ta'lim muassasamiz bor. Bu yerda ota-onalarning farzandlari uchun barcha shart-sharoitlar qulay, kerakli barcha jihozlar bilan ta'minlangan. Barcha ko'rsatkichlar bo'yicha oliy o'quv yurtlariga kirishda ko'rsatkichlari keyingi 5 yilda ayniqsa sezilarli darajada bo'lmoqda.